hammasini bo'yab tashlaymiz va boqa yaxshiroq ko'rinish uchun va super hassani chizishni boshlaymiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men super hassa chizmoqchiman. Juda qudratli bo'ladi degan umiddaman. Boshlanishga uni yaxshiroq chizish kerak. Minecraft nimaligini tushuna olish uchun hech bo'lmasa. Va hassamizning markazida mana bunday qizil yadro bo'ladi. Unga kuch berib turadigan va menimcha hassa tayyor. Endi tayyor tugmasi. To'xtanglar. Oldin bu yoqqa nechtaligini ham yozish kerak. Menga bitta narsa tushunib nima qiladi. Minecraft nechta berish kerakligini bilish kerak. To'g'rimi? Va tayyor tugmasi. Ket, yo'qqa chaqiradigan hassa